Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishinglar Nabiga Allah. İnşallah bu yılmı yana yangi bir yılga qadam bastık. Allah'ın izni bilen mana bugun sizlarga 10 bo'pti. Birinchi ayning 10-chi kuni. Her birleri bilen tunji qitimliq bu yilning programmasini ishlab bir-birleri bilen o'rtoqlashadigan mazmunlar ustida o'rtoqlashay deb o'yladim qarindoshlar. Chunki bu yilmi yana yangicha bir shaklda xalqaro vaziyat bo'lsin, Sharq Turkiston vaziyatida bir xil o'zgarishlar bo'layotdi. Sharq Turkistondagi vaziyat hammamiz bilgandek jiddiylashyapti va Xitoylar texmi izchil shaklda xalqimizni yo'qotish uchun har xil harakatlarni olib beryapti. Xo'sh, undaq bo'lsa, bu yil kirgandan boshlab qanday o'zgarishlar bo'ldi deganda, birinchi ayning 6-chi kuni Sharq Turkistonning qo'rchoq raisi Shuhrat Zokir xabarda shunda xabar tarqatdi. Ya'ni dunyoda xalqarodagi tashkilotlarning Sharq Turkistonga ziyorat kirishni qarshi olganligini, jazo lagerlarini kuzatib ko'rib boqsa bo'lganligini deb o'tgan bo'ldi. Shuningla bilan birlikda Rossiya, Indoneziya, Malayziya, Pokiston, Afg'oniston bo'lib 12 davlatdan o'zlari vakil talab qilib, bu yerdagi 12 davlatning vakillarini Sharq Turkistonning Xotan shahridagi jazo lageri va Qarqash va Qashqardagi bir qism jazo lagerlarini bu yerni tekshirtib, bu yerni nima kelib taqatgan bo'ldi xabar shaklida. Bu yerdagi hammamiz ko'rganimizdek, bu yerdagi qarindoshlarimizni majburiy shaklda o'tirg'a chiqqan va yasab chiqilgan bir tarbiyalash markazi bo'lganligi uchun bu yerda qandaqdir rasm chizayotgan, oshpazlik qilayotgan, usul o'ynayotgan va yoki dars olayotgan shakldagi bir manzarani shakllantirib dunyo xalqini aldashga uringan bo'ldi. Xitoy tajovuzchilari izchil turda bundaq shakldagi harakatlarni uzundan buyon ilib kelayotgan qarindoshlar. Elib kelayotgan har xil shaklda yolg'onchiligini davomlashtirib kelayotgan edi. Budimi yana o'xshashlar biz 70 yilning yog'i bilgan Xitoy yana o'xshashlar dunyo xalqiga o'tgan yili 8-ayning 13-chi kunda jazo lageri degan bir narsa yo'q deb tinib olgan Xitoy 10-oyga kelganda bizda tarbiyalash markazi bo'pti deb yumshoq shaklda bo'shig'iniga o'xshash. Andan keyin bu yil 1-oydan boshlab yana xalqaroning besimi bilan qandaqdir bir shaklda yolg'on shakldagi jazo lagerini keşif qilib, bu yerga bir qism xalqaro matbuotlari va bir qism davlatlardan vakillarni akilib dunyo xalqini aldashga uriniyotir. Bu nimaning ta'siridan bo'ldi deganda, qarindoshlar, 2018-yilda hammamiz bilgandek bütün Sharq Turkistondagi muajiratdagi Sharq Turkistonliklar tashkilotlar bo'lsin, mayli har bir Sharq Turkistonlik bo'lsin, o'zimizning ota-onasi va urug'chilar uchun guvohlik berishni davomlashtirdik. Bu birinchisi. Ana keyin xalqaro shaklda mayli Yevropa birligi bo'lsin, mayli Jenevadagi namoyish bo'lsin, mayli Belgiyadagi namoyish bo'lsin, cho'ng tipdagi namoyishlarni o'rlashtirib, bütün xalqaroga o'zimizning Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni anlatgan bo'ldik. Ya'ni dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz shu davlatning turmush tillarida va yoki har xil shaklda dalil isbotlar bilan davlatlarni qoyil qilishga tirishgan bo'ldi qarindoshlar. Demak, shu shakldagi xizmatlarning natijasi bilan izchil turda imzo to'plash, guvohlik berish va har xil shaklda cho'ng kichik namoyishlarning, yolg'iz kichik namoyishlarning davom qilishi bilan xalqarodagi ba'zi davlatlarni tashkillab, shu shaklda xalqaroning besimi bilan Xitoyga besim shakllantirdi. Bu Janob Allohning yana bizga bergan bir ne'mati, bir fursati qarindoshlar. Uning uchun biz bu yil Xitoy tajovuzlari yuqoridagi lagerlarda shu qarindoshlarimizni majburiy shaklda so'zlatib, ya'ni bu yerdagi mening diniy oshqullik bilan zararlanib qolganligim uchun shuni men bu yerga o'zim hukumat tabiiy maktab tashkil qilibdi, tarbiyalash maktabi. Men shu yerga o'zimni tizim qoldirib, kelib o'zim xohlagan shaklda dars ilayotman degan shaklda yolg'on gap qilishga, yolg'on gap qildi shu qarindoshlarimizni.
mayli mecbur olsun, mayli her xil şekilde besim şekillendirip koygan olsun, bu şekilde şirket ilip badi. Demek Xitay bu şekilde bir kısım uyarlarını, yani şu her xil şekilde biz bilmegen şekilde numurlarını uğurlaydı. Xitay tecavüzçüleri qaylanlar. Şarkı Türkistan'a kelgen, mayli Müslüman devletlerden kelgen, mayli Müslüman teşkilatları olsun veya ki devlet parlament azaları olsun, şularni orlaştırgan yataklarga məxsus şekilde tatmalarga canımazlarını, hacetxanaga tere çögüllerini ve çoğu tesvilini mu, ki kılının karab namaz okuyan kılve belgillerini okuyup çoğu nait şekilde yasanlar kılıyor. Bu şekilde bayqagan bazı birleri oy bu şunda bir devlette şunda dinli erkilik bizning tıxı yataklarımızda bunçilik afzallik mi yok? Bunun gibi mundayken bir dinsiz devlet durup degan şekilde mandak şekilde qayil qilishqa, bunday şekilde elqe burmalab o'ynayotgan ilim ekilleri var bakır. Şunun için biz Xitayning bu şekildeki ilim ekillerini paş qilish uchun yana siz bilan bizning muaceretki Şarkı Türkistanlıklarning texmi teşviqat salmoqimizni kuchaytirib, har xil şekildeki mayli xalqarалық axborotlarga kun tartibga ekilishi olsun, mayli o'zimiz turishlik davlatlardagi axborot vositalarini harakatlantirish olsun, mayli o'zimizning urug' tuqqanlari va iqlim qo'shlari yaqin do'st birodarlarimizning ahvolini bayon qilib turib, mush shaklda ya'ni o'tgan yildagidan bakrak Sharq Turkistonda o'zimiz egallagan uchurlarni uni rasmiy shaklda aylantirib turib, Xitoyning o'zi e'lon qilgan ba'zi bir matbuotlari va ba'zi bir xalqarалық muxbirlarning egallagan uchurlarini unumli foydalanib, biz shu shaklda Xitoyning bu qilayotgan qilmishini kun tartibga kelish uchun turayotgan davlatimizdagi yerli xalqning ovozi bilan hukumatga besim qilish shakli bilan buni kun tartibga keltirsak, inshaalloh yana nurg'un natijalarni qo'lga keltirgan bo'lamiz. Qarindoshlar, shuning bilan birga bir qism qarindoshlarimizni yil oxiridan boshlab qo'yitilgan xabarni oldik. Masalan, Xalmarat Finlandiyadagi Xalmarat inimizningki ota-onasini qo'yayotganligi xabarini anglab xush bo'ldik. Bu nimadan bo'ldi deganda, shu Xalmarat inimizning izchil turda bir yilning yog'i o'zining ijtimoiy uchur vositalari va Finlandiya hukumati va xalqiga xitob qilishi, izchil turda ijtimoiy uchur vositalaridan foydalanib xabar tarqatishi va Sharq Turkistondagi vaziyatni izchil turda dalil isbotlar bilan anglatish natijasida inshaalloh ota-onasini ish bo'lmaganda uyiga o'simi yetkazib chiqa oladi. Shunga o'xshagan shaklda yana ba'zi bir shu biz janvada lozunkaga rasmni qilib qirib ko'tarib yurgan qarindoshlarimizning bir qismini qo'yib berganligida xabarlarni angladik. Demak, bu nima deganda, biz davosini qilayotgan dalil isbotlar rasmini va o'zimiz guvohlik bergan qarindoshlarimizning cho'qim qutulib chiqa olamiz qarindoshlar. Uning yana necha million qarindoshlarimiz biz ismini bilmaydigan, biz adresini bilmaydigan qarindoshlarimiz nayt nurg'un. Ishga ekilib ekitib yo'qtib qolganini anglayapmiz. Uning uchun u qarindoshlarimizni qutultirish uchun darhol yani bu yıl o'tgan yilgidan bakrak bu yil texmi kuchishimiz, texmi tartibli, sistemli, atrofli holatda harakat ilib borsak, inshaalloh buning natijasini ko'ramiz. Ammo sukut turish va yoki boshqa shaxsiy shaklda o'zimizning Xitoyga bo'lgan, hozirgi mushu jiddiy ilib berayotgan masalaga bo'lgan yulinishimizni, ijtimoiy usullar buni burab boshqa shaxsiy masalalarga yoki o'zimizning o'zaro jidal majroga yoki u tashkilotdan yoki u ish qilayotgan odamdan xapolashga, qiydashga burib o'tish nima bo'ladi deganda, bizni o'zimizni xo'rishdan boshqa narsa emas. Vaqtimiz ketadi bir, ikkinchi o'zimiz zehnimiz xo'raydi, mandaq jiddiy masalalarga vaqtimiz yetmay qoladi qarindoshlar. Bizning bir kunda buning uchun sarf qila oladigan vaqtimiz bakchi qo'z 8 soat qarindoshlar. 8 soatdan vaqtimizni ortiqni bu xizmatimizga sarf qila olmaymiz, chunki 8 soat uxlashimiz kerak, 8 soat boshqa ishlarimizni, xizmatimizni bajarib keltirishimiz kerak. Shuning uchun bo'lsa kuniga imkoniyatimiz yetgan shaklda mushu Sharq Turkiston vaziyatini kun tartibga kelish, ijtimoiy uchur vositalaridan foydalanish, Xitoyga besim qilish, Xitoyning Sharq Turkistonda yurilayotgan zarzal siyosatlarini pash qilish uchun harakat qilsak, buning unumi yaxshi bo'ladi deb qarayman qarindoshlar. Shuning uchun bugun so'zimni mushunchalik deyman, yana yangi shakldagi mazmunlarda, yangi shakllar bilan o'rtoqlashishda yana kuchimdan yetishtirishchilik ko'rsataman qarindoshlar. Bizni bu programmamizni yoqtirsangiz bosh barmoqni chiqarib qo'ying. Bizga a'zo bo'ling, obuna bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlang.
Çünkü biz küçümüzün yetişçe inşallah Allah rızalıq üçün muşu teşviqat olsun özümüzden koldan kelişi hareket qılımız qarindaşlar. Şuncha yana her birlerinden salih dualarını yad etip qo'yishingni talab qilaman. Hammangni Cenab-ı Allah'a tapşırıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.